Assalomu alaykum O'zbekiston fuqarolari. Mana alhamdulillah Allohga shukr, Andijonda Armada degan mototsikl narsalarimiz sotildi. Bemalol behijolat yosh kattalariga, yoshlariga chiroyli holatda kelishilgan holatda bor narsalari inshaalloh Xudo xolasa chiroyli qilib beradi. Mana shu akamiz Xudo xolasa ish yurituvchi akamiz. Mana hozir biz bu aka bilan gaplashamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib batafsil tushuntirib beradi. Xudo xolasa aka. Mana. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Siz charchamasiz? Andijonda mana Armada degan mototsikl, mini mopedlar, velosipedlar, elektromobilli narsalarimiz bor ekan. Mana akamiz batafsil tushuntirib beradi. Aka, tuzingizsiz? Assalomu alaykum. Sizga charchamayapsizmi? Men Andijondan Nodirbek hakimiz, mana shu akamiz batafsil tushuntirib beradi akamiz. Bo'ldi aka, hozir eng kichik narsadan boshlaymiz. Hammasini narxi bilan tushuntirib beramiz aka. Narxlarini batafsil ma'lumot beradi. Xo'p, bu yoqda aka kichkina, eng arzon skuterlarimiz bor. Bularimiz bitta zaryadkada 50 km masofa bosib o'tadi. Xo'p, bitta zaryadka bilan maksimal shu 60-70 kmgacha yurib beradi. Bular narxi $280. 280 dollar. 280 dollar. Akkumulyatoriga bir oy garantiya beramiz bularga. Yaxshi. Xo'p, bu skuterlarimiz hozir skidkaga tushgan. Bu narxini xo'p $450 qilib beramiz aka. $450. Paytida 600-650 sotilgan. Vaqt paytida-da, ha? Paytida. Bular ham shunaqa 450. Xo'p, yana bitta skidkaga tushgan skuterimiz bor. Xo'p, shuni 6 ta akkumulyator bilan narxini $450 qilib beramiz buni. $450. 450. Xo'sh, dada ham olgan ekan, o'z dadam, ha? Bunga akkumulyator qo'yib beryapmiz. Akkumulyator servis xizmatlari ham bor ekan. Bor aka. Zapchastlari ham bor, akkumulyatorlari ham bor. Akkumulyatorlari ham bor ekan. Hamma narsasi bor aka. Keyin mo mini mopedlarimiz nech puldan ekan, ularni batafsil tushirib bersiz. Xo'p, onalarimizni bir chekada. Bu Li9 hisoblanadi. Bunga motor miyasiga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiyasi. Narxi $480. $480. Bitta zaryadkada 100 km bemalol yurib beradi. 100 km yuradi. 100 km aka. Xo'p, keyingilari $530 narxi. $530. 530. Bularimiz 600. Bular hammasi uchalasi $530 dan. $530 dan. Keyingilarimiz 650. Bular 750. 750. Bular $480. $480. Bu tarafda yosh kattalar uchun mo'ljallangani bor. Yosh katta hoj dadalariga ham bu. Mana akalar e'tibor berasizlar, yosh katta hoj dadalariga mana. Masjidga chiqib chiroyli qilib. Shunaqa, bu bitta zaryadkada 60 km yurib beradi. Narxi $980 aka. 980. Orqada 2 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. 2 kishi mana. 3 xona qilib ishlatsa ham bo'ladi buni. Hamma qulayliklari bor ekan. 200 kilogacha yuk oladi. 200 kilogacha. 200 kilogacha. Hop, bu tarafimizda yuk oladigan murabiyalarimiz bor. 1 tonnadan 1,5 tonnagacha yuk oladi bular. Narxi $1000 dan boshlab $1800 gacha bo'ladi. $1000 dan 1800 gacha, ha? Akkumulyatoriga qarab narx oshib boradi. Akkumulyatoriga qarab narx oshib boraveradi. Kichkina mini ishlab chiqarishlarga rasa bo'lib ekanda bir tonna atrofida bo'lsa, bunda bemalol bir kunda bir 600 ming, 700 ming pul topsangiz bo'ladi. 600 ming, 700 ming kerak qilib bo'lsa ham topib bo'laveradi. Shunaqa. Zaryadkasi bir kun bir sutkaga yetami endi bu? Xo'p, buni maksimal 200 km yuradigan qilib beramiz. Maksimal 200 km. 200 km. Servis xizmatlari ham bor ekan. Servis xizmat, zapchast, hamma narsasi bor hozir. Do'kon ichida zapchastlar bilan tanishib o'tamiz. Operatorimiz mana ko'rsatamiz. Akalar, e'tibor bilan ko'rib turasizlar ekan, mana zapchastlari ham bor ekan. Bu tarafda mana akkumulyatordan zapchastlari ham bor. Aksessuar hamma narsasini olib kelib qo'yamiz. Noldan skuter yasab ketsa ham bo'ladi. Mana gaz ruchka deydimi, plastmassa detallari, hamma narsasi bor. Hamma yo'llari bor ekan. Telefon qilsa, narx-navolar bilan bemalol tanishib olsa bo'ladi aka. Balon deysizlarmi? Balonlarning zapchaslari ham, kaska bu tarafda. Biz har bitta detalini olib kelib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari ham bor. Xizmatlari ham bor. Alhamdulillah, Allohga shukr. Akalar, mana ko'ringlar, bemalol behijolat Armanda degan mana Andijon shahrida manzilimiz, aeroport atrofida, karvon salovida oldida. Mana alhamdulillah, Allohga shukr, yurtboshimizga kattakon rahmat. Shunchalik tadbirkorlarga, ishbilarmonlarga sharoit yaratib berib, shunchalik qo'shma davlatlar bilan
imkoniyatlar yaratib bergani uchun. Kimga shunaqa kerak bo'lsa, mana shu akamizga uchiraverasizlar, xudo xolasa. Meni nomimdan desa, Andijonda Nodirbek Hakim nomidan kelsanglar, skidka qilib bonus qilib berasizlar aka, xudo xolasa. Reklamamizdagi akamizni nomerlarini yozib qo'yganmiz, ish yurituvchining ham nomerlarini yozib qo'yganmiz. Akalar kimga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, xudo xolasa, mana misol uchun yangi ish boshladik, inshaalloh yangi ish boshladik. Uy sotish bo'yichami, mashina sotish bo'yichami, Facebookdan, Instagramdan, TikTokdan reklamamiz chiqib turadi. Bemalol behijolat yozib qo'yaverasizlar. Adminimizga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, xudo xolasa yaxshi kunda ko'rishguncha, xudo xolasa ko'rishamiz akalar. Assalomu alaykum Andijon shahrimizdagi Andijon fuqarolari mana xudo xolasa elektromobil, mini mototsikllar Andijon shahridagi Armarda degan elektromobil yosh katta hojizadalarga, dodalarga, yosh bolalarga chiroyli holatda yo'lida, chiroyli holatda qilib beradi. Garantiyalari, servis xizmatlari bor mana. Manzilimizni aytsak, manzilimiz boyada aeroport mana mo'ljal o'zimiz Andijon aeroporti oldidan Karvon Saloyidan o'tganingizdan keyin, bu yog'imiz mana bu yog'imiz Qumbozordan o'tgandan keyin, Mayadan ketganingizdan Qumbozordan o'tganingizdan keyin, Mayadan kelganingizdan Qumbozor Sitofordan o'tganingizdan keyin bor mana. Kimga shunaqa kimga mini moped, elektromobillar kelgan hojdadalarga, yosh kattalarga mana 2 talik, 3 talik kelgan o elektromobillarning mana mototsikllari bor mana akalar, mototsikllari bor mana. Mototsikllari bor mana akalar. Bor mana akalar. Xudo xolasa behijolat garantiyalari, servislari bor mana. Mononi kichkina mini ishlab chiqarishlariga ham bor akalar. Mini ishlab chiqarishlariga ham bor mana. Tayyor. Mini ishlab chiqarishlariga ham bor mana. Bu servis xizmatlari ham bor. Servis xizmatlari 200 kilometr yuradi. $1000 dan $1800 bor akalar. Kimga shunaqa elektr skuter, velosipedlar kerak bo'lsa, mana tayyorlari bor. Reklama tagiga shu savdo qiladigan akamizni nomerlarini yozib qo'yamiz. Mana to'da oldi, servis xizmatini qilib beryapti. Xudo xolasa bor. Reklamamizdagi shu akaning nomerlarini yozib qo'yamiz. Keyin o'zimizni ham reklamamiz nomerlarini yozib qo'yamiz. Kimga shunaqa reklamalar kerak bo'lsa, uy sotishmi, mashina sotishmi, stanok sotishmi, qanaqa reklamalar bo'lsa, bizneslarda reklamalar kerak bo'lsa, nomerlarini yozib qo'yganmiz. Adminimizga murojaat qilaverasizlar. Assalomu alaykum akalar, mana tayyor servis xizmatlari joyini ko'rib qo'yinglar. Mana servis xizmatlarini qilib beryapti akalarimiz mana. Shuni ham bir qator ko'rsatib qo'yapti, servis xizmatlariga qilib berishyapti akalar. Mana servis xizmatlarini bemalol behijolat kelinaveradi. Servis xizmati hamma qulayliklari bor. Armarda degan Andijon shahrida ochildi. Qanaqa xizmatlar bo'lsa bor akalar. Bemalol behijolat yuraveradi. Pulini ko'tarsanglar aka, kilometrini ham uzoqqa yuradigan qilib beramiz. Mana shu akamiz sotuvchi akamiz akalar. Akalar yana bitta qulayligini aytamiz aka. Narsa savdosi ham bor ekan. Keyin kreditga ham bor ekan akalar. Narsa savdosiga ham bor ekan. Keyin kreditga ham bor ekan. Xohlagan yo'nalishda faqat olaman desanglar bo'ldi ekan. Pasportga bitta pasport evaziga ham kelsanglar ham bo'laver ekan mana. Tayyor joy mana. Servis xizmatlari mana shu akalarimiz olgan mana. Mana shu hojdada olgan. Doda menga qarab qo'ying. Voy dodam. Mana. Doda yaxshimi? Yurishlari mana doda olgan ekan mana. Nevarasi bilan kelibdi mana.